Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-mart chorshanba 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu yerda shu ayol qizlarga juda arzon narxlarda optimga ham, donaga ham sotilaveradi bu tovarlar. Shular narxi bilan tanishamiz. Avvalo shu bozorning manzilini eslatib o'tsak, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bozor bo'lyapti. Ertalab 5 ta bozor boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Bu tovarlar donaga, pachkaga sotilyapti hammasidan. Mana bu tepadagilarning narxi necha pul deyapsiz aka endi bularni? Xo'p, bularni shtamplarni o'zi 100 mingga 3 ta sotib turdik. Bular materiali shtampl ekan, 100 mingga 3 tadan sotib turgan ekan. Paplin ekanda. Hozirda 32 ming qilib beramiz 100 tagacha. 100 tadan ko'p oladigan bo'lsa, keyin sekin narx tushib boraveradi to 30 minggacha. Ha. Bu yoqqa ketaveradi. 100 ta oladigan bo'lsalaring 32 ming so'm ekan. Agar 100 tadan ko'p oladigan bo'lsalaring 30 ming so'mga narxi tushib ketaverar ekan. Bular rasvetkasi bir 20 xildan oshiq. Bu tomon ham mana shu tepa qatori. Mana. Gullari ham narxi. Hali optim juda arzonini ko'rsating deysizlar, mana. Bularning razmeri nechidan nechagacha bo'ladi? 54 dan 60 gacha razmer. 54 dan 60 gacha razmer ekan. Hozir mana shundan bir dona bering desa nech pul bo'ladi? Donaga 35 ming so'm. Donaga 35 ming so'mdan ekan. 100 ta oladigan bo'lsalaring 32 ming so'm, 100 tadan oshiq oladigan bo'lsalaring 30 ming so'm. 30 ming so'm ekan. Bir o'zi bitta olsa ham 30 ming so'mmi? Bir o'zi bitta olsalang ham 100 ta olsalang ham 30 ming so'm ekan. Yaxshi. Ya aniq bunday lo'nda aytkim keladi-da. Bular nech pul bo'lyapti? O'shani davomi. Bular ham shuni davomi ekan. Ranglari faqat. Rasvetkalar ekan-da mana. Atlaslardan, boshqalardan, hammalardan. Va pastdagilar ham shundanmi? Pastdagilar ham mashirgacha, tigrgacha shu yerda. Ha, bu tigirdan boshlanadi, bu tigirgacha shuni rasvetkalar ekan. Shu donaga 35 ming so'mdan, 100 taga 30 ming so'mdan. Endi bularchi uni xabalar. Bular xabalarni xo'p 40 mingdan sotib turdik. Bularni 40 ming so'mdan sotishga turgan ekan. 39 ming qilib qo'ydik. Hozir mana Urgutga 39 ming so'mdan qilib qo'yishibdi. Urgutga 120. Samarqandda Urgut degan joyiga 120 ta deyapsizmi? 120 ta ko'ylak. 120 ta sotishibdi-da. Qani sotib yubordik. Chiqarib yubordik. Bularni o'sha 40 ming so'mga. Ha, 39 ming so'm qilib qo'ydik deyapsizmi buni? Bular 39 ming so'mdan ekan. HB materiali, razmeri-chi? Razmerlari 52 dan 58 gacha. Markiza HB ekan, 52 dan 58 gacha razmer. 10 xildan oshiq rasvetka bo'ladi, pastda ham. Bular uzr ko'ylakni o'zi. Endi bu lozimi bilani nech pul? Bularni 55 ming beryapmiz. Bularni 55 ming so'mdan ekan. 60 ming so'm sotishgan ekan, 55 ming so'mdan qilib qo'yibdi endi hozirgi vaqtda narxi. Bular ham markiza xil. Hozir shuni bir dona olaman desa 55 ming so'mmi? Shunda? Pachkaga 55 ming, donaga 65 ming sotyapmiz. Donaga buni 65 ming so'm ekan, pachkaga 55 ming so'm ekan. Shundaymi aka? 46 dan 52 gacha razmer. 46 dan 52 gacha razmer bular. Yoshlarga. Hop. Bular bu ikkalasini ham rasvetkasi bor tugab qoldi. Bularni 48 beramiz. Bular bambuk haba. Bambuk haba pachkaga 48 ming so'm ekan. Donaga nech puldan aka? 55 ming so'mdan. Razmeri 52 dan 58 gacha. 52 dan 58 gacha ekan. Bo'yi 1.20 ekan. Yosh kattalar. Bu habachi. Bundan ham bitta ikkita rasvetkalari qoldi. Buni o'sha bo'shatishga 45 berib yuboramiz. Ha, bo'shatishga 45 ming so'm ekan. 7 ta 8 tacha qoldi bundan. Telefon nomeringiz? 97lik. Nomerlari 97lik 701 701 0697. 0697 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa mana optimchini ko'rsating menga deysizlar. O'sha optimchi mana shu yerda. O'zimiz tikamiz buni. Hech qanaqa olib sotish yo'q bu yerda. Boboshbek bozoriga kelganlaringda jigarlar mana Imona tekstil shu nomi bor do'kon bor. Mana
304-do'kon A blok tomonda. Bular ham shu kishiniki. Endi tashqariga o'sha ilib qo'yishganda mana. O'zingiz ishlab chiqarasizmi aka? O'zlari ishlab chiqarishar ekan. Shu maksimal darajada arzon qilib beramiz. Maksimal eng yuksak. Maksimal darajada arzonroq qilib berishar ekan. Telefon qilaverasizlar.